Leksiyelerimizde davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugünkü islaha 2021 yılı 11. ayının 21. günü. Endiki mavzu mundaq vatandaş. Rusya Ukraynaga tecavüz qilishi mumkinmi? Rusya'nın haqiqiy xariji to'g'risida Amerika bir nima deyolmayotdi. Mavzuli xabar 11. ayının 21. gün Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rusya yaqinda Ukrayna chegarasiga askar to'pladi. Bu harakat Amerika amaldorlarini buruqtim qilib qo'ydi. Prezident Joe Biden hukumatining inkas qaytirishimi aniq bo'lmadi. Amerika Birlashma Agentligi xabar qilib bunday ko'rsatdi. Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Davlat Majlisi a'zolari Amerikaning Ukraynani harbiy jihatda qo'llashiga haydakchilik qilmoqda. Lekin Rossiya prezidenti Vladimir Putin qurol kuchini ko'z-ko'z qilayotgan bo'lsa kerak. Amerika Ukraynani harbiy jihatda qo'llashni kuchaytirsa, bu harakat Rossiya bilan umumyuzlik qarshilashishga elib kelishi mumkin. Shuning bilan Ukraynaning xatirini texmi kuchaytirib, Yevropada energiya krizisi keltirib chiqarishi mumkin. Agar Amerikaning taqobil turishi kuchli bo'lmasa, prezident Vladimir Putinning Ukraynaga texmi kasgan harakat qo'llanishiga ilhom berib qo'yishi mumkin. Çünkü kishilar prezident Vladimir Putin Ukraynaning ko'p qism yerlarini besib oladi deb ansirashmoqda. Xabarda yana mundaq ko'rsatildi ishning yomoni. Amerika amaldorlari Rossiyaning xarijidan nima ekanligi to'g'risida hukm qila olmayotdi. Amerika davlat mudofaa ministrlari kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri Lloyd Austin haftaning 3. kuni muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Vladimir Putin zade nima ish qiladi? Biz belgilayolmadik. U yana mundaq ko'rsatdi. Bu Rossiyaning mas'uliyatchan harakat qo'llanishiga davomli chaqiriq qilamiz. Ukrayna chegaralari atrofida harbiy mavjud bo'lib turish masalasi texmi ochiq bo'lishi lozim. Amerika davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatgan edi. Moskvaning g'arizi bizga aniq emas, lekin biz Rossiyaning harakat usulini bilamiz. Birlashma Agentligi xabarda yana mundaq ko'rsatdi. Illinois shtati Cumhuriyetçiler Partisi Avam Palata a'zosi Mike Cogley mundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putinning g'arizini texmi yaxshi tushunib, nihoyat zo'r urush xatoligidan saqlanish bu intayin muhim ishdir. U yana mundaq ko'rsatdi. Bu sohada bir uchar xabarga erishish bek qiyin, bu mislsiz bir xarajdir. Bu bizning bu ish to'g'risida aniq qaror chiqarishimizga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. Avam palatasi istixborot komitetining a'zosi Mike Cogley. Ukrayna taraf o'tgan hafta mundaq ko'rsatgan edi. Taxminan 90 mingdan ortiq Rossiya askariy qismlari Ukrayna chegarasiga yaqin yerga to'plandi. Amerika Rossiyaning harakati odatdan tashqari bir harakat deb ko'rsatgan edi vatandosh.